Bizda navbatdagi Italiyaga talaba viza o'z aslida dars sentyabrda oxirida boshlangan, viza 5-dekabrda chiqyapti. Muhammad Ali ukamizga xudo xolasa magistraturaga, xudo xolasa grant asosida talaba bo'ldi va ta'lim oladi endi Italiyada. Muhammad Ali tabriklaymiz. Xudo xolasa muborak bo'lsin. Qanday bo'ldi jarayon? Iyul oyida hujjatlarni topshirgan edik Marj Politexnik universitetiga, magistraturaga. Sal uzoqroq davom etdi proses. Xudo xolasa mana 5-dekabrda pasportni qo'lga oldik. Endi nasib bo'lsa kelinglar, uchrashinglar Plant Consultingga. Alisherga o'zlari kutib olib, yaxshi tavsiyalar berib, poddержка qiladilar. Rahmat. Hammaga rahmat, Alisherga sizga ham rahmat. Rahmat uka. Nasib bo'lsa, xuddi mana shunday viza oluvchilar ko'payaversin O'zbekistondan. Nimaga Italiyada o'qish juda ham zo'r. Grant o'qiysiz va eng top universitetlarda ta'lim olasiz. O'zbekistonga qaytganingizda ham juda ham katta foydangiz tegadi. Kimga xudo xolasa Italiyada o'qish qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada Italiya so'zini yozib qoldiring. Biz to'liq sizga bepul konsultatsiya beramiz va xudo xolasa agar konsultatsiyadan o'tib filtrlarga to'g'ri kelsangiz yordam beramiz.